UzAuto Motors yangi Cobalt narxlarini ma'lum qildi. Sotuvlar 3-noyabrdan boshlandi. Cobalt avtomobili ikkita yangi Cobalt Style MCM va Cobalt Midnight MCM versiyalarida taqdim etiladi. Ularga yangi digital boshqaruv bloki o'rnatilib, gaz taqsimlash va elektron boshqaruv tizimlari takomillashtirildi. Umuman 50 dan ortiq asosiy avtomobil komponentlari yangilandi. Avtomobillar haydovchisiz belgilangan tezlikni ushlab turish uchun kruiz nazorat tizimi bilan jihozlangan. Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini qo'llab-quvvatlovchi sensorli multimedia tizimi bilan smartfonlarni oson ulash, navigatsiyadan foydalanish, musiqa tinglash hamda qo'ng'iroqlarni boshqarish mumkin. Midnight MCM salonida ekocharmdan tayyorlangan, isitish tizimi bilan jihozlangan o'rindiqlar o'rnatilgan. Interyeri qora ranglarda ishlangan. Eksteryerda esa Midnight komplektatsiyasidagi kabi qora rangdagi yon oynalar, qora quyma g'ildirakli disklar va qoratilgan faralar mavjud. Style MCM versiyasining tavsiya etilgan narxi 156 million 100 ming so'm. Midnight MCM versiyaniki esa 165 million 200 ming so'mni tashkil etadi. Shu bilan birga Cobalt'ning mavjud komplektatsiyalari uchun narxlar o'zgarishsiz qoldi. Style ATA Plus 147 million 916 ming so'm, Midnight ATA esa 155 million 231 ming so'm.